Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar. Bugungi mavzuyimiz ozishlikdagi asosiy ikki usul haqida bo'ladi. Shu joyda ozuvchilar ikkiga bo'linadi. Kimdir parhez yordamida ozishni tanlasa, kimdir sport yordamida ozishni tanlaydi. Siz qaysi toifadansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Azizlar, agar sizga ozishlik mavzusi qiziq bo'lsa, men Doktor Ali 11-12 aprel kunlari bo'lib o'tadigan sog'lom va chiroyli ozish nomli bepul vebinarimga sizlarni taklif qilaman. Vebinarda qatnashish uchun kommentariya bilan opisaniyada ozishlikka oid Telegramdagi kanalimizning silkasini joylaymiz. Shu silka orqali Telegramga o'tib obuna bo'lib oling. Shu joyda bepul vebinarimiz haqidagi to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Bu bepul vebinarda sizlar uchun ozishlikka oid go'shtli ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganman. Sizlarni bepul vebinarimda kutib qolaman. Demak, videoga qaytamiz. Birinchi usul parhez yordamida ozish. Bunda organizmga kam kaloriya beramiz va yog'larni yo'qotishga asosiy urg'uni qaratamiz. Shunga asoslangan bu usul. Ya'ni biz sarflayotgan kilokaloriyamizga nisbatan ozroq kilokaloriya qabul qilamiz. Natijada ozishlikka sabab bo'ladi. Bu usul nimalarga asoslangan? Ya'ni kaloriya yetishmovchiligiga asoslangan. Kaloriyamizni yetishmovchiligini hosil qilish uchun biz kunlik sarflayotgan kaloriyamizni sanaymiz. 2000 kilokaloriya chiqdi. Shundan 10-20% ayrigan holatdagi kilokaloriyani biz qabul qilishimiz kerak. Natijada ozishga erishamiz. To'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Ya'ni nutrientlarga e'tibor beramiz. Oqsil, yog', foydali yog'larni nazarda tutyapman va foydali uglevodlar, murakkab uglevodlarni iste'mol qilishligimiz kerak bo'ladi. Zararli ovqatlarni, ovqat mahsulotlarini yoki shakarni ratsionimizdan cheklaymiz. Deyarli iste'mol qilmaymiz. Va keyingi navbatda suv balansiga, suvni ichish tartibiga rioya qilamiz. 2-3 litr. Bu haqda ko'p gaplashdik. Har bir kilogrammimizga 30 ml dan suv ichamiz. Albatta, bemorlardan tashqari, buyrak, yurakda muammosi borlar bundan istisno. Buni afzalliklari bor. Siz shu parhez orqali jismoniy mashqlarsiz ham ozishingiz mumkin. Birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda ovqatlanish tartibini to'g'ri ovqatlanishga tatbiq qilib olishingiz mumkin. Hayot tarzingizga tatbiq qilib olishingiz mumkin va uzoq muddatli natijalarga erishishingiz mumkin shu orqali. Kamchiliklari bor, albatta. Biz kam kaloriyali ovqatlar iste'mol qilganimizda mushak massamiz yonishni boshlaydi. Natijada mushak massamizni kamayishi yuzaga keladi. Eng yomoni, biz kam kaloriyali ovqatlarni iste'mol qilganimizda bu metabolizmni sekinlashtiradi va dietadan voz kechishga sabab bo'lishi mumkin va qayta semirishga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi usul sport orqali ozish. Ya'ni bunda ko'proq kilokaloriyani sarflash orqali mushaklarni ham saqlab qolamiz va asta-sekinlik bilan ozishga qaratilgan asosiy urg'uyimiz. Shunga asoslangan usul hisoblanadi. Buni o'zini asosiy tamoyillari bor. Ya'ni birinchi navbatda kardio mashg'ulotlari. Yuramiz, velosipedlar, arqon sakrashlar kardio mashqlariga kiradi. Ikkinchi kuch mashqlari. Ya'ni biz og'ir jismoniy kuch mehnat qilamiz. Ya'ni og'ir toshlar ko'taramiz. Organizmga jismoniy yuklama beramiz. Planka mashg'ulotlari. Bu bizni mushak massamizni kattalashishiga, mushaklarimizni saqlab qolishga yordam beradi. Uchinchi narsa harakat. Ya'ni kundalik hayotdagi harakat. Sayr qilish, ko'chaga chiqish, aylanish, 10 ming qadam yurish, sekin yurish yoki tez yurish. Buni o'zini afzalliklari bor. Ya'ni birinchi navbatda biz mushaklarimizni saqlab qolamiz va ko'rkam ko'rinishga, chiroyli ko'rinishga kelamiz.
chiroyli ozishimiz mumkin. Ikkinchi navbatda metabolizm tezlashadi. Hatto biz uxlayotgan vaqtimizda ham metabolizm tezlashgani hisobiga ozishimiz mumkin bo'ladi. Sport mashg'ulotlari sog'lig'imiz uchun foydali. Ya'ni sport bilan shug'ullanganimizda yurak qon tomirlarini ichki devori mustahkamlanadi. Natijada yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi kamayadi. Ya'ni biz metabolizm kuchayganligi uchun, qon aylanishi yaxshilanganligi uchun yurak kasalliklariga deyarli chalinish kuzatilmaydi. Bu zo'r. Kamchiliklari ham bor albatta. Sport bilan shug'ullanganimizda, shu orqali ozmoqchi bo'layotganimizda natija nisbatan sekinroq bo'lishi mumkin. Chunki biz eski ovqatlanish tartibida ketyapmiz. Ya'ni to'g'ri sog'lom ovqatlanmayapmiz. Natijada ozish jarayoni sekin bo'lishi mumkin yoki umuman bo'lmasligi ham mumkin. Bir xil vaznda qatib turishingiz ham mumkin. Ikkinchi narsa, yangi boshlovchilar uchun bu nagruzka, yuklama bo'ladi. Qiyin bo'lishi mumkin yangi boshlovchilar uchun. Ularni psixologik tomondan kuchi yetmasligi mumkin. Uchinchi narsa, bu sport mashg'ulotlari bo'g'imga, umurtqa pog'onasiga yaxshigina yuklama bo'ladi. Bu har xil travmalarning yuzaga kelishiga sababchi bo'lishligi mumkin. Ikkita usulni ko'rib chiqdik. Qarang. Uchinchi usul ham bor. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan uchinchi usul. Shu ikkala usulni birlashtirish hisoblanadi. Eng to'g'risi shu bo'ladi. Ya'ni ham to'g'ri ovqatlaning, ham sport yordamida ozing. Ikkala usulni birlashtirsangiz, natija juda ham zo'r bo'ladi. Doimiy bo'ladi. Va siz qisqa muddat ichida, 2 oy, 3 oy muddat ichida sezilarli darajada ozasiz. Men masalan 3-usulni tanlagan bo'lardim. Sizchi? Kommentariyada yozib qoldiring. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni iltimos qilamiz. Va eng asosiysi, barchangizni o'zimni bepul vebinarimda kutib qolaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.